Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga nihoyatda jafo tortgan va shu jafosining halovatini ko'rgan bir o'quvchining qissasini so'zlaymiz. Abbosiylarningki vaqtida Bag'dodga yiroq bir yezidan bir o'quvchi keladi ekan. O'quvchi oilasi bilan kambag'al bo'lganlikdan yarim kun ishlab, yarim kun o'qishga majbur bo'ldi ekan. Shundan Bag'dodda bir uyni kirolab, yolg'iz turdi ekan. Attigandan tushguncha ishlaydi ekan. Qanday ish bo'lsa ishlaydi ekan, hammollik bo'lamdi, ish qilib, qanday bir ish bo'lsa ishlaydi ekan. Tushdan keyin madrasaga berib o'qiydi ekan. Shunda davomlashibdi bir qancha yil. Bir kunlarda bu ish tepish biroz qiyinlashib qolibdi. Şuna olan bu öyününki kirasını veremey qiyinchilikqa uchrabdi. Aslida o o'quvchi tapgan pulning bir bölükini o'ziga xarajat qilgan, bir bölükini ailasiga avatib berdi ekan, bir bölükini o'sha uyning kirasiga yig'adi ekan hamda. Shunga kirani beramagandan keyin bu uyning egisi Muşu 3 güngacha sen kirani bermasang chiqib ketsa, agar chiqib ketmasang men podshoning lashkarlarini boshlab chiqaryapman deb uni tahdid qilgan. 3 kungacha qattiq tirishdi ekan, yana bu pulni jam qilolmaydi ekan. Shu 3 kun to'shqandan keyin chorasizlikdan uydan chiqib ko'cha ayrılib mangadi ekan. Yana bu beshi qattiq qatgan bir odam nima qilishini bilmagan vaqtida nega menayotganligini, nishonning nima ekanligini hech kim bilmay shuna menib ketgan ishandi. Menib bir ko'chalarga kirib, bir ko'chalardan arilib o'tgandan keyin kona bir uydan bir odamning injiqilgan ovozi chiqdi ekan. Bikimni chaqirganda shunda, bikimni bir nido qilganda shunda bir ovoz anglaydi ekan. Ho'ylisiga kirib qarasa yaşlanıp qalgan bir adam şu yatdı ekan. O'quvchini ko'rgandan keyin kelgan bolam yanimga kelgan. Deytken shuni bilan men misharimda yolg'iz turyapman. Hozir men meni ajalninki qo'yniga ketib boryapman. Bu dunyoda endi mishargacha shuncha yashapman. Dunyoda hozir bir tane bir armonim borda, shu akamni izlash. Akamni izlab topolmadim. Endi menga bir üzüm ekib bergan bo'lsam, qattiq üzüm yegim kelib ulab qolsam, shu üzümni yeyib ulab qolaydi deyotgan. Ma'qulda uning ahvoliga qarab bu o'quvchi chaqirib shahar chiqib ketib bozorni izlab yurib, bir üzüm topadi ekan, bir baqqaldan qishdi. Üzümni alaydisi endi puli yo'q hamda. Bitki üzümni elib, üzümni chakmanni chapinni sepirib ben pul tepib kelgandan keyin sizga pulingizni berib evolaman deb üzümni elib keldi ekan. Üzümni odam yuguzdi ekan. Yuguzib üzümni yeb o'tirib, o'quvchi so'raydi ekanda, "Akangizdan gapni qildingiz, akangizga nima bo'lgan?" deydi. Akamning qissasini desam, shu 20 yil burun biz akam bilan ikkimiz shu Kashmir, Bag'dod orasida savdogarlik qilardik. Ipak, qimmatli marjon, tosh, oyna binasini yetkazdik. Turmushimiz bunday yaxshi edi bizning o'chog'da. Bir kunlarda bir yat bir yurtda qunab qolgan bo'ldik. U yurtning odamlarini shunda bulanchilari kuchli, bexatar emas deb shunda mashhur demdi. Shunda o'sib hamda bir qancha karvondagi kishilar bilan bir kecha qunadigan bo'ldik. Qunab yetishdim burun men akamga akamning qo'ldagi shu oltin, kumush, nurg'un pulni siz xohlasangiz shuni bir yer ko'mab qo'yinglar. O'sha bir yer ko'mab qo'yinglar. Agar qaroqchilik kelib qolsa, uning qo'liga tushib ketmaslik uchun bir yer ko'mab qo'yinglar, menga bering dedim, berdi. Shuni olib bir yerga to'pig'i ko'mdim. Ko'mdik, shu rost deganda shu kechasi bulanchilik qilib aramızda nurg'un odamni o'ldiryapti, meni urib, meni hushimni ketkizib o'tibdi. Attigini uyg'onib qarasam, yanimda akammi yo'q, bir qancha odam uylarga yotadi. Shuni bilan aşağıdan qarasam, pulni
altın bayağını ulu kömepti. Onu elip kettim şunu. Gittim. Akamni izledim. 20 yılın yankısı akamni izledim. Hiç kadar izdirikini tapamadım. Çünkü akamның pulu da bu anda. Şunu olan bana ben bir yerde medikaçılık yapıp işledim. Akamның puluğu tegmedim. Şunu tegmeyi saklavat attım. Endi qarasam mene onamdan turamaydigan halat kep kaldım. Belki benim ecinim kep kaldı hem de. Başka çare yok. Şuna sen müşahini kazsan müşahini kömeklik binası batı. Şunu ağan deyken, ağandaki bir şu altın kübüşlerini alıdiken bir hocan kız sep koyalım. Ağanlık bu senin hem de. Çünkü ben akamın yat güzelmedim, ahiretke ilip gidemeyme, hem de bu senin olsun sana bu tamamen haklılık bu. Sen kembeğil bir okuğucu balıkken sen de. Biri diken, şunu bu adam vafat olap gititken. Bu okuğucu şun pulunu elip çıkı diken. Çıkıp hem de denizin a tarafıyla üteyende de Fırat deryasının a tarafıyla üteyde. Gitip bağa vaxtı da aşu bunda kulvaqlını heydetkan yani deniz şoförleri oturdu iken bunda karşı yat çette bir adam beşini sangıltıp na biçare halatta oturdu iken şunun qışqı bir muşa adamını kiralayım da muşa adamı bir küçük yardım bulap kalsın da şunun qışqı berip ben sizden kulvaq bilen ayet tarafını öteydeymen dep şunu paranlaşıp oturtken maqıldap onunki naat kembeğillik qarab muşu puldun biz jiqraq bitki bäsem boldu bu adamga dep bitki pulni tanglasa o adam yığılap ketitken men munda kembeğil emasdam burun bek baydım bayliqimizni aş ukam qaraqçılar bilan birleşip şu bayliqimni elip ketibdiken 20 milyon yankısı bayliqimni ajrab ketganligim uchun şu mishal bir de medikachilik qilma bir de muşda qo'lvaqt adam to'shima aynda qilib turmushim faqat yaxshilanmadi degandan keyin qachon bo'lgan bu desa palani tarixda bo'lgan bunun 20 yil burun ukamning aytib palani de mening aytdim mandaq deydi ukusninmi o sakrat yetib deppaga vaqtimi muşunda tarixda bo'lgan akamning aytib mundaq de mening aytdim mau deb deppagini aytib o'til kelibdam da o degandan keyin u o'quvchi turib ketib andadım ma baylık sizin baylıqınızken hukumunuzda siz hata oylab qapsiz sizni tapalmay 20 yılın yankısı muşu baylıqni xeylimay özü medikachilik qilib ishlab mushuni saqlab ketdigan o tugab ketdi endi bunu bana bergandi endi bu sizning omonatingizkan elim dedigan degandiki bu adam turib ketib yo'q men yerimni olay andaqda yerim sening olsun bermasangmi bermaydim bilmaydim bunu men Ama sen Allah'tan korkup bana bunu verdim yerimin olsun ağabeyin degendikin okuğucu. Ya bu bana tegişlik olmayan nesini alamayım. Bırak bu şu üzüm ağan yerde çekmenimni verip bir dirhemge qazda olab qolgandim. Bir dirhem bersen ben şu qazimni ütüp alsam buldu bana bir narsa bermegin deytkin. Maqulda shuningki bir dirhemni ilib berib shapinni olitgan. Ondan keyin yana ko'chaga kirib endi o'qishimni yana başlay deb kelib olsa bu podshohning lashkarlari uchrab qilib mushuni izlab kelayotganligini deb uning yeniga kirganda hamda shu uyning kirasini bermagan adam uyning egisi meni izlatga o'xshaydi deb qolgan biroq u to'g'ri emas deytganki sen bir o'quvchi talibi ilm ekansan bizning podshohninki hacip yani katibi vafot bo'lib ketganda shuni o'qigan kishilarning bir katib kerakdi seni podshohning saroyiga ilib ketgil keldi o'qigan ma'qulda bortgan berib podshohning saroyiga kirib u o'sha katiblik qilgan bir tarafni o'qiydi ekan bir tarafni o'qib bir tarafni katiblik qilib intayin tirishchanlik bilan ham katta olim bo'ldi ekan ham bir tarafdan yuksilib vezirlik derecesiga yetdi ekan bu vezirlik derecesiga yetib shu vezirlik zamonida jiq yaxshi ishlarni qilgan nurg'un masjidlarni soltgan nurg'un insonlarga yaxshilik qilgan nurg'un ulamolarga yordam qilgan
Shunday qilib İbn Javzi degan olim bilan bir asrda yashayotgan bu shu vaqtida o İbn Javzi degan olim bilan bak jiq yaxshilik qilgan. İbn Hubayr degan vazir endi bu Abbosiylarningki davlatidagi eng mashhur vazir İbn Hubayr. Bu tarixda nəhayət məşhur adam. Endi bu adamninki shuncha jafo tortdi. Allah Taala onun g'aybdan bir pul berib qo'ydi. Lekin shuni o'ziga tegishli bo'lmaganligi uchun o'zining egasiga topshirdi. Ya'ni Allohga taqvolik qildi. Taqvolik qilish natijasida bu adam shu o'zining maqsad qilgan narsani topdi. Pul molg'imi ega bo'ldi, ilmgimi ega bo'ldi, har ikkisida yuksaldi. Chunki Alloh Taolo Qur'on Karimda ve men yettaqillaha yec'al lahu mahrajan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib deydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Allohga taqvolik qilsa, Alloh taolo uningga chiqish yo'li berdi. Har qanday bir qiyinchilik chiqish yo'li berdi va uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Mush oyatning taqozosi bilan bu odamga Alloh taolo bu o'quvchiga shu chiqish yo'lini bergan, uningga o'ylamagan yerdan shunday rizqni bergan. Rizq degan pul molg'ini emas, rizq degan hidoyat, iymon, tansoqligi, boylik, qatorliq hammasi Alloh taolo ato qilganning hammasi rizq. Demak bu qissadan bizning oldig'imiz chidab Allohga taqvolik qilib, dinimizning prinsiplariga amal qilib, o'zining prinsipida ching turib, bo'shab qolmay, o'zining yo'lidan adashmay, yo'lni davomlashtirgan odam cho'qim chiqish yo'liga erishadi va murodiga yetadi. Alloh taolo hammamizni mushu qissadagi murodiga yetgan kishilardan qilsin. Amin.